Məxfiyyətlik, tartış gücünün qanuniyyəti mimi. Bəlkə bu kitabni ko'rdinglar, nurg'unlar so'zlayotidi. Hamda buningda sen ma'lum bir narsani orzu qilsang, mashinani, pulni sening buludi uzoq qolmay irsa deyotidi. Unda bo'lsa bu yolg'onma nurg'unlar nari undaq asoyish va men nurg'un narsani hal qildim, paydo bo'lmadi. Bu bir ahmoq qilganlik deydi. Endi bu xatomi degan vaqtimizda to'g'ri, bu to'g'ri bo'lmasa, bu shunchalar ko'p kitoblar bu to'g'risida yozilib, fikr xalqlarda har xil ma'lumlar buni so'zlab, kinolar ishlanib bo'lmaydi. Shaxsan bizdimi burundan tortib cho'nglanim deydi, tilasang topasa deydi. Osh gap-ku bu. Bir gap amaliyotda. Lekin bizda hozir mandaq ikki masala mavjud. Bu to'g'risida birinchisi bir qism To'shay muallimlar Mushnonki ishkir berib ma'lum bir leksiyani anglab olib yoki ma'lum bir gaplarni yodlab olib, veyshanlikdagi o'zining mahsulotini, o'zining korpusini tashviq qiladigan ishlatib, nurg'unlarning kallasini xato yuvib, ko'pchilikni zeriktiryapti. Shunami? Qila olmayman, sen chuqum qila olaysa, orzuying bo'lish kerak, qila olmayman deb vaqiram. Mushunda quruq shuarlarni to'g'lig'izib, mushunda bir qamlashmagan bir ishlar bo'ldi. Bu to'g'risida men tafsili deb o'ltamay. Endi bularning gapi mushnonlarla tugaydi. Oxirgi haqiqiy jabr yo'q. Nimishqa? Chunki ularning bildig'inimi, yodlabag'inimi, anglabag'inimi shunchalik. Shuning uchun bu yerda To'shay ma'lumlarning qo'sig'idagi shu bildig'inimi chaqlayap. Endi buning o'quvchilari, mastonlari, anglag'uvchilari buningdan anglabag'ini qanchalik ish olmoqchi. Shunami? Shunchaliklar hayajonlanib to'xtab qoladi xolos. Chunki ular bu kitoblarni o'z qo'li bilan tutib baxmagan, o'qib baxmagan, hatto bundaq kitoblarning borlig'ini ismini uqmaydi. Endi bu yerga qila olmayman desang, ishonching bo'lsa qila olaysan degan gap amaliyot xato emas. O'ylab baxinglar, odam hayotida ma'lum bir ishni qila olmayman, chuqur vujudga chiqara olmayman degan bir ishonch. Shu gapni bir ishonchli og'izdan chiqarmagan ahvol ostida qila olish mumkinmi? Mumkin emas. Chuqum albatta oldi bilan biz qila olmayman deya olishimiz kerak, o'zimizga ishonishimiz kerak. Lekin ma'noga oxir gap bor. Ham sen buni ishonding, unda tutam ma'murning maslahatimni, menga a'zo bo'lib, bizning vayshanga mana soat deydigan manda gap yo'q amaliyotda. Ikkinchi birisi haqiqatan har qanday bir odamning hayotida ma'lum bir aniq bo'lgan bir nishoni bo'lish kerak. O hayotimizda bir nishon yo'q turib bir qarg'ulachi tirsak, xuddilik bir dengizda nishon yo'q, mayakni topolmay to'xtamay mangan kemiga o'xshaymiz. Aman nerib qolamiz. Chunki bizning hayotimiz cheklik, ömrimiz cheklik, vaqtimiz cheklik, zehnimiz cheklik, kuchimiz cheklik, iqtisodimiz cheklik. Shundami? Bu mushunchalar ko'p cheklik boyligimiz asosida biz cheksiz bo'lgan yo'ldosh ma'nmaymiz. Chuqur bir yo'ldoshni tanlab, nishonimiz bilan asta-asta shu nishon qarab berishimiz kerak. Muvaffaqiyat qozonish shundoq osoyishmikan, bu bundan foydalanishlar shu ishga qiz gapni deb qo'yish bo'lammikan, undan qaz yarashar, hammadan muvaffaqiyat qozonib ketib, aksicha muvaffaqiyat qozonolmaslik bir cho'ng'ishib qolishi mumkin deydi. Shunami? Shuning uchun mana shu maxfiyatlik, tortish kuchining qonuniyati deganlar balla rost. Haqiqatan to'g'ri. Buning uchun bunimi ma'lum bir kasb joyidek biz o'rganib, buxgalterlik desa necha o'qib o'rganadiku, shofirlik desa atoyda maktabga berib pravil uchun xili o'rganimizdiku, bunimi shunday qilish kerak. Anondan keyin shu chuji saviyaga yetimiz dahi. Bu to'g'risida o'ylab baxinglar, mening ma oldimki kitoblarni, masalan, Langda Bayanning Maxfiyatlik, ma eng odatki bizga eng tunishli kitob. Bu to'g'risida yondashdim Lilian Yinishon Moli ma'lum to'rt kitobi bor. Onun kaydı men davlatimizda yozilgan yana Shili Fazl tortish kuchining qonuniyati ma kitobdan men seri qabul satgan. Ma'nimi chuqum yonda tushunishimiz kerak. Ma bu ani texnik tushunalganda qilgan bir ish bergan. Onun kaydı dunyodagi eng sirli 24 soatlik dars. Langda Bayanning Maxfiyatlikni ko'rgan vaqtida uning oldida nim kitob bor ekan, uning oldida nim kitob bor ekan desak, ma kitob keldi navbatchi 70 yil cheklangan kitob deb dedik. Ma kitobga navbat keldi. Lekin men buningda davlat tilini o'qishinglarni tavsiya qilaman. Nimishqa deganni Uyg'urchasini davlat tilini o'qib bo'lganlar chuqur tushunadi. Shular bir pilon qilib qo'yinglar. Endi buningdan sirt yana Mofidingning Morfus qonuniyati. Bumi shunga o'xshaydi. Endi maxfiyatlikda qila olmayman, sen qila olaysan degan bo'lsa, ma'lumda sen ensirgan ish, sen qo'rqqan ish chuqur yuz berdi. Shuning uchun bunday ishlardan nertu degan ma'noni chuqur o'qishimiz kerak. Endi bu yerda Langda Bayanning mayli bu kitobni o'qisak yoki kinosini ko'rsak, qizi buning bir kitob o'qildi. Shunami? Bu butun hayotdan umidini uzib aran qolgan qizi bir kitob o'qildi. Tek osh kitobda u kitobning nurg'unlar ismini o'qimaysizlar qachon qulinglardi yo'q. O kitobni ham da topmoqni tasmandigu, lekin sizlarga tavsiya qilib o'ltamay. O kitobni o'qish uchun ma kitoblarning ichida 3-4 ni o'qitmasa, uni o'qiganning foydasi yo'q-ku.
Şunun için bir şey yeni bir kırtım dep koyayım. Ben bu mehbiyetlik, tartış gücünün kanunu degenden faydalanıp nurgullarning kallisini qalayımkan juvatkan şu to'shay ma'lumlarmi az emas. Yaxshi tarafdan so'zlab turayotgan, haqiqiy bilim yetkazayotganlarmi az emas. Lekin bu shuni aniq ayıradigan, to'g'ri tunuydigan bizda aqlli kalla o'tib ko'z bo'lishi kerak. Shuning uchun mush kitoblarni birer gün setib olib, o'zimiz varaqlab o'qigandan keyin aning kayindan men chujisdan o'tib agazgunluğa çıkmaz. Ben daha düşünsənlər. Şunun için bu kitapların hamısının ismini bir qatım dep tavsiye qilib qo'ydim. Mening seyri qarvamda asosan menden elishni xohlamaganlar haqdan alsanglar bu pulini bir do'konim yerim bo'lib qolmaydi. Bundan rahmat.